Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Amirbek. Yangi videomga xush kelibsizlar. Like va obuna bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi ishimiz bizlar daraxt chopamiz. Bizlar bir marta o'lsak Minecraftda keyin video tugaydi. Qani daraxtlarni chopib olamiz. Daraxtdan verstak kesimiz, verstakdan qilich va narsalar. Mana hozir mana shu daraxt chopamiz. Opa, oxirgisi mana hozir taxtaga almashtirib olamiz. Mana verstak yasadik, mana qo'ydik. Endi kuchayimiz sal. Endi do'stlar bizlar mana uni olamiz va verstakni toshni ko'lakishga chiqamiz. Mana bu yerda toshlar bor bo'ladi. Qani ko'ladik bo'lmasa. Ko'ladik mana do'stlar, ko'ladik. Mana opa, oxirgi blok bizga hozir yog'ochlar kerak bo'lmaydi. Mana uzun verstak. Mana bunday qilich va bo'ldi, mana shular yetib ortadi bizga. Qani endi ketdi do'stlar. Mana tushib ketmoqchiman. Shu videoga 100 ta like yig'sangizlar, men yuzimni hayotda ko'rmishimni ko'rsataman do'stlar. Va verstak bizga endi kerak bo'lmaydi. Mana bu yerdagi daraxtni tepasidan chopamiz. Mana. Oho. Creeperlar bor ekan. Voy, creeperlar bor ekan deb. Opa, yo'q. Bo'lar. Zombi bo'lasi. Mana. Oldik. Salqasa o'lishimga o'zini qoladi. Mana yo'llarda temir bo'ladi. Bir ishi temirni ham topib oldik. Bitta temirmidi? Bir dona temirmidi? Bu yo'qlarni ham do'stlar ko'p temirlar bor ekan. Mana shu temirlarni olamiz. 5 ta temir bo'ldi, 5 ta. Hozir bizlarga kerak bo'ladi tosh. Toshdan nima yasaysan desangizlar, pechka yasayman. Pechka yasagandan so'ng bularni toshlarni eritaman. Menda hozir qancha obunachim bor deyim? Menda 5 ta obunachim bor. Menda hozir 128 ta like bor. Kommentariya yozinglar do'stlar. O'zlaringizda qalaysizlar, yaxshi yuribmisizlar? Sizlarga qaysi meva yoqadi? Shuni izohlarda yozib qo'yinglar kommentariyada. Qani 6 ta cho'pni tiqamiz bizlar. Qani mana tosh nimaga qo'yibman bu yoqda? Olaman buni. Olaman-da. Mana uni olib bu yoqqa qayiqni ham yasashga, qayiq yasaymizda, bu yoqlardan surib olamiz. Yoki qayiq yasamaymiz. Temirimiz pishibmi? Birinchi bizlar water drop etmoqchimda. Articraft ko'rsam, Articraft va qishloqlar. Mana shular men obunachiman. Ham sizlar men ularni obunachiman. Nimaga bu yetmay qoldi? Lapatgan bo'ldi shuni. Qaranglar do'stlar, men nimaga bruzing chiqding bu videoda desangizlar, bu video ikkinchi videom bo'lgani uchun bruzim chiqdi. Keyingi videodalar o'g'am bilan, do'stlarim bilan chiqishim mumkin. Shunaqa hozir do'stlar. Men hozir sizlarga eng baland bir mana shu yerdan chiqib sizlarga water dropni ko'rsatib yuboraman. Mana. Hoppa, ko'rdingizlarmi? Do'stlar, ko'rdingizlarmi? Bu bajik nima deyapti? Tushunmaydi, mayli. Mayli hozirlarimizga nimaga cho'p yetdi? Mayli. Cho'p yetmasa yetmasin menga.
farqi yo'q do'stlar. Mana o'tdan chiqib kerak. Hozir sizlarga yana bir dron. Oy. Hali ozgina qoldi oxir, ozgina qoldi do'stlar. O'lishim. Va bratni o'ynayveramiz. Brat bilan jang qilishimiz. Bratni. Kill. Jang qilolmay qoldingmi? O'lib ketdi. Men damlama do'stlar. Nima qiladi bu damlama? Redstone ham bor ekan do'stlar. Redstone kerak bo'ladi. Men lapatkamni nimaga to'shab berdim aytmaydimcha. Men sizlarga hozir eng balanddan nima qilmoqchiligimni ko'rsatmoqchi edim. Vatrdrom qilmoqchi edim-da. Esimdan chiqib ketibdi shu. Shu esimdan chiqib ketibdi-da. Qayerdan yasasam? Temirdan yasayveraman. Temir cho'tki shu do'stlar. Mana hozir mana shulardan voy to'la bo'lamiz. Sizlarning vaqtlaringizni ketirmayman, shungacha videoni o'chirib turaman. Mana do'stlar, mana 27 tasi bo'ladi. Shu yoqlarga chiqib ketamiz dedi. Sizlarga vatrdropni ko'rsataman. Va o'lib qolmasam bo'ldimmi? Oy, juda ham baland bo'lib ketdi. Baland bo'lsin. Men sizlarga o'rgat ko'rsataman. Oy, yana ularni qaranglar. Juda ham baland-ku. Ana do'stlar, endi o'lib ketdik do'stlar. Shunchalik balandlikdan. Xayr do'stlar, barchangizga shu yoqgacha ko'rgan bo'lsangizlar bitta like va bitta podpiska bosib qo'yinglar. Xayr do'stlar.